Yer yuzida barcha tirik organizm borki, bu energiya hisobiga yashaydi. Har bir narsada energiya bor. Bizni auramiz bir necha kilometrlarni tashkil qiladi va bizdagi energiya shu qadar qiymatliki, biz har bitta vaziyatni energiyamiz hisobiga hayotimizga yaratamiz. Bizda qancha energiyamiz to'g'ri yo'nalgan bo'lsa, qanchalik bizni energiyamiz rivojga xizmat qilsa, shunchalik bizni hayotimizga oson, yengil pullar keladi. Men bu ishni qilsam insonlar nima deydikin degan o'y-xayollarda qalbimiz xohishida yashamaymiz. Qalbimizga quloq solmaymiz. Boshqalarning fikrlari evaziga yashash orqali biz atrofdan kuch olamiz va atrofdan kuch olib rivojlanganimiz hisobiga biz o'zimizni ichki kuchimizni yodimizdan chiqaramiz. Shuning uchun ham doimo bizda kuch yo'q, energiya yo'q va doimo atrofdan sevgi kutamiz. Atrofimizdagilar bizni yaxshi ko'rishini, bizga mehr berishini xohlayveramiz va shu holatda qachonki biz atrofdan mehr olsak, sevgi olsakkina rivojlanamiz, o'samiz. Lekin aslida bu kuch, bu tashqi kuchdir va u bir kun tugab qolishi mumkin. Biz tashqi kuchdan uzilib, o'zimizni ichki kuchimizni rivojlantirsak, o'stirsak, o'zimizni ichki sevgimizni uyg'otsak va ichki sevgimizni uyg'otish natijasida biz o'zimizni energiyamizni to'liq o'zimizni xohishlarimizga, kengayishimizga, o'sishimizga, erkinligimizga sarflay olsakkina bizda doimo pullar bo'ladi. Pullar bu rivojlanishimizga xizmat qiluvchi energiya. Bizda energiya bormi? Demak, bizda pul ham bor. 20-dekabrdan boshlanadigan Pul plus energiya kursimda aynan shu haqida gapiraman. Biz bu kursda ichki kuchimizni uyg'otishni o'rganamiz. Ichki kuchimizga, o'zimizga butunlay suyanishni o'rganamiz va ichki sevgimizni uyg'otamiz. Ichki sevgimizni uyg'otish orqali o'zimizdagi hamma sochilib ketyapti turgan, keraksiz joylarga ketib qolyapti turgan energiyani jamlashni, bitta nuqtaga yig'ishni va shuni evaziga biz energiyaga to'lib o'zimizni rivojlanishimizga, o'sishimizga, qalb xohishlarimizga yo'naltirishni o'rganamiz. Bola pozitsiyasidan kattalar pozitsiyasiga o'tamiz. Qachonki biz ichki kuchimizni, ichki sevgimizni uyg'ota olsak, demak, atrofda shunga qarab o'zgarishlar bo'la boshlaydi. Sizni hayotingizga qiyinchiliksiz pul kelishni boshlaydi. Siz o'zingizni qalb xohishlaringiz bilan, o'zingizni istaklaringiz bilan mashg'ul vaqtingizda sizga har bitta ehtiyojingiz uchun oson, yengil pullar keladi. Ya'ni sizdagi pul kanallari ochiladi va boyligini aktivlashadi. Albatta bu kursga qo'shiling.